hayotimizdagi eng qiyin kunlarda yashayapmiz. Birisimiz bolalarımızdan, birisimiz ata-onalarimizdan, birisimiz ayolimizdan, yana birisimiz mal dunyoimizdan ayrıldık. Buningdan 3-4 yil burun shu ayrilgan narsalarimizning hammasi o'zimizning ilkida edi. Biz ularning yanida edik. Agar shu jondan aziz bolalarimizdan, ayolimizdan, ota-onamizdan, pul mollarimizdan ayrilganligimizni burunli bilgan bo'lsak, bolalarimizning chiroyiga qinib qarab olatdik. Ota-onamizning xizmatini qilib olatdik. Ayolimizning qalbini zinhor og'ritmas edik. Pul mal dunyolarimizni kas-kamas yo'llarga buzib chechib, isrof qilmas edik. Ulardan ayrilgan vaqtdan keyin ularning eng cho'ng ne'mat ekanligini his qilishdik. Ammo kechikdik. Inson ana shundoq tuzkor, atrofini nurg'ulg'an ne'matlar qorishab turadi, ammo uni tuymaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda aytgandek: "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Agar o'zinglardagi va atrofinglarni qorishab turadigan ne'matlarni sanasanglar, sonini elib bo'lolmaysizlar deydi. Lekin biz uni tunimaymiz. Amaliyotda ne'mat uni tunish bilan, uningga shukr qilish bilan, uni qadrlash bilan ziyoda bo'ladi. Aksicha uni tunimaslik, uning qadr-qimmatini qilmaslik va uning qarta shukr qilmaslik bilan ne'matlar yo'q bo'ladi. Nurg'ulg'an ne'matlarni yo'qotgan bo'lsakmi, hali hamma atrofimizni nurg'ulg'an ne'matlar va fursatlar qorishab turadi. Biz faqat yo'qotgan narsamizga markazlashib, o'zimizda bor bo'lgan, atrofimizni qorishab turgan ne'mat va fursatlarni his qilmayotamiz. Ahvoling qandoq deb so'rasa, hech bir yangilik yo'q deymiz. Ajaba atdiganda o'rnimizdan sog'-salomat turganligimizning o'zila Allohga shukri, ahvolim yaxshi deyishga yetmamda. Payg'ambar alayhissalom qandoq bir odam atdiganda xotirjam, badani sog'-salomat, bir kunlik yemak ichmaki bor holatda uyg'ongan bo'lsa, uning uchun xuddi butun dunyoning ne'matlari to'plangan kishiga o'xshaydi deydi. Biz atrofimizdagi ne'matlarni hamma odamda bo'lishga tegishli normal narsalardek o'ylaymiz. Amaliyotda undaq emas. Bizda bor ne'matning 10ning birisi yo'q, nurg'un kishilar bor. Lekin biz ne'matlarni doim yo'qotgan vaqtida kichikib his qilamiz. Masalan, kasal bo'lib, kasal karavotida yotgan vaqtimizda sog'liqning naqadar cho'ng ne'mat ekanligini his qilamiz. Turmushdan ayrilgan vaqtimizda ayolimizning qadr-qimmatini his qilamiz. Ammo bu aqlsizlik. Aqlli kishi har bir ne'matni qo'lida bor vaqtida tunuydi va qadrlaydi va uning qarta shukr qiladi. Shukr qilish bilan ne'mat ziyoda bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda la in shakartum la azidannakum. Agar men sizlarga bergan ne'matga shukr qilsanglar, men uni sizlarga texmi ziyoda qilaman. Agar tuzkorlik qilsanglar, mening azobim albatta qattiq deb jakarladi. Siz qaqshigan turmush va oddiy juftingiz nurg'ulg'an boytaqlarning arzusi. Siz kichik deb datlangan uyingiz nurg'ulg'an uyoq kishilarning arzusi. Siz japoliq deb uhsungan xizmatingiz nurg'ulg'an ish topolmayotgan, xizmat topolmayotgan kishilarning arzusi. Siz sukuyotgan, ayiblayotgan bu erkin dunyo vatandagi nurg'ulg'an qarindoshlarimizning tushi. Odam atrofidagi ne'matlarni tunugan vaqtida qalbi rohatlanadi va atrofini qorishab turgan fursatlarni ko'radi-da harakatga keladi. Aksicha ne'matni tunumaslik va to'liq qaqshash tuzkorlik elib berib qolmay psixikangizni buzadi. Irodasizlik va mag'lubiyatga boshlaydi. Ne'matni qadrlash va shukr qilish oldidan shu ne'matni his qilish va uni Alloh taolo tarafidan berilgan ihson deb e'tiqod qilish bilan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ma bikum min ni'matin faminalloh." Sizlarga berilgan ne'matlarning hammasini sizlarga Alloh bergan deydi. Ikkinchisi, ne'matlarni o'z o'rnida ishlatish, ne'matga shukr qilganlik bo'ladi. Masalan, sog' salomatligimiz uchun shukr qilmoqchi bo'lsak, badanimizni va butun a'zolarimizni haromdan saqlaymiz. Pul mollarimizga shukr qilmoqchi bo'lsak, pul mollarimizni buzib chachmay yaxshi yo'llarga sarf qilamiz. Ayolimiz va bolalarimiz qarta shukr qilmoqchi bo'lsak, ularga ahamiyat beramiz va yaxshi muomala qilamiz. Har bir ne'matning shukrisi shu ne'matning turidan bo'ladi. Gunohdan pok payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Alloh bergan iymon ne'mati, saqliq ne'mati va undan boshqa nurg'ulg'an ne'matlar qarata Allohga shukr qilish va minnatdorlikni bildirish uchun kechalari turib Allohga namoz o'qib putlari ishib ketgan vaqtida Oysha onamiz: "Ey Rasululloh, sizning ilgirki va keyingi gunohlari butunlay kechirim qilingan tursa, namoz qilinglar" degan vaqtida payg'ambar alayhissalom: "Afala akunu abdan shakura." Men Allohga shukr qilguvchi, bergan ne'matlari qarta minnatdorlik bildirguvchi banda bo'lmaymanmi deb javob bergan. Uchinchisi, ne'matlarga shukr qilish, ne'matlarning Alloh taolo tarafidan berilgan ihson ekanligini e'tirof qilib bo'lgandan keyin tilimizni Allohni madiylash, Allohni maqtash bilan mashg'ul qilish bilan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo yemak-ichmak yeb bo'lgandan keyin Allohga madihi o'qigan va shukr qilgan bandasidan rozi bo'ladi deydi. Ne'matni tunish va shukr qilish payg'ambarlar axloqi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni sifatlab, "Shakiran li an
an'umi. İbrahim nimetlerge şükür kılgıç idi deydi. Nuh aleyhisselamni süpetlep innehu kana abden şakura. Nuh hakikaten şükür kılgıç bendi idi deydi. Ve peygamberimizning şükür kılgıç bendi ekanligi Qur'on Karimda tilga ilinadi. Amma bu yüksek peygamber ahlakı bilan ahlaklanadigan kishilar nayt az. Allah Taala Qur'on Karimda va qalilun min ibadiyash shakur. Mening bandalarim ichidan menga shukr qiladigan, menga minnatdorlik bildiradigan, mening bergan ne'matlarimni tunuydigan va uni qadrlaydigan kishilar nayt az deydi. Allah Taala bizni ana shu oz kishilarning qatoridan qilsin. O'zimizdagi va atrofimizdagi ne'matlarni tunuydigan, aqli uchuq kishilardan qilsin va shu ne'matlarni Alloh rozi bo'ladigan yo'llarda sarf qilish orqali shukr qilg'ili nisb qilsinki, ne'matlarni bizga teximiz ziyada qilib bersin. To'liq qaqshaydigan, tuzkor kishilardan bo'lib qilishidan saqlasin. Oxirida payg'ambarimiz tilagandek Allohdan sig'inib tilaymizki, ey Alloh bizga bergan ne'matingning yo'qolib ketishidan sana sig'inib panohlik tilaymiz. Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar nasiru wa nanshuru nural